Bitta kolleksiyamiz syomkasi uchun bizning hamma komandamiz bilan militseyskiy olib ketgan haqida aytib bering. Давайте bu syomkadan bir kun oldingi holatni ko'rsataman. Men kechasi bilan shu hamma narsalarimni tikib chiqqanman, chunki ertasi kuniga meni ancha vaqtdan beri kutgan syomkam bo'lishi kerak. Ertasi kuniga bo'lsa ertalabdan biz hamma qizlarni yig'ib, fotografim bilan birga va Adam bilan birga mana shu tanlagan lokatsiyamizga meni konsepsiyamga tushadigan interesli lokatsiya bo'lgani uchun uni internetdan tanlab topgan edik va to'g'risini aytaman, borgunimizcha juda ham ko'p vaqt ketdi, chunki lokatsiya juda ham uzoqda joylashgan va biz borib joylashib hamma narsalarimizni tayinlab bitta obrazli syomkasini olgunimizgacha bizani lokatsiyamizga уже militseyskiy e'tibor bergan bo'lsanglar, men lokatsiyani o'zini unaqa ko'rsatmadim, chunki bizga uni ko'rsatishga ruxsat berishmadi va videodagi lokatsiya bor joylar bu meni videoyim emas. Shuning uchun menimcha hammasini legalni to'g'ri va nega meni va komandamni uchastkoylar olib ketishdi, chunki оказывается bu joy частный territoriya ekan va bu yerda hech qanaqa syomka, даже bu yerga kirish ham mumkin emas ekan. No, bizga buni конечно же hech kim aytmadi. Hattoki kirayotganda ishchilardan so'raganimizda ringlar deb qo'yib yuborishdi. Men qilgan xatoni sizlar qilmanglar va bu joyga umuman bormanglar. Yaxshi, men yonimda Adam turgan ekanlar, shuning uchun hech qanaqa shtrafsiz va hech qanaqa turmasiz chiqib ketdik. Atak bo'lmasa bizga 15 sutka yoki 40 million shtraf yozishmoqchi edi. No, biza baribir hamma olgan rasmlarimizni o'chirib tashlashimizga to'g'ri keldi. Shundan keyin men уже hamma narsani tashlab uyga ketgim keldi, lekin men baribir shuncha kun va pul sarfladim shu kolleksiya uchun. Shuning uchun boshqa lokatsiya topib rasmga olishga davom ettirdik. Shu joyda men o'yladim, shotka vohliroq kesam bo'lmasmidi, shuncha ish qilmasdan deb. No, mayli, bo'lgan ish bo'ldi. Lekin to'g'risi bu yerda ham bizani tinch qo'yishmadi va o'tgan joyimizda qanchadir odamlar kelib gap otib yoki qarab ketdi. No, yaxshi ham yonimda Adam turgandi. Salom, bu kunim juda ham приключенияli o'tdi. Menimcha sizlarga ham qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Kolleksiyamga o'zingizlar baho beringlar va fotochkalar yaqinda chiqadi. Hammaga xayr.